Kadiz qaynonam xohlagan vaqtlarida xonamga kirib, kiyimlarim turadigan shkaflarni tekshirib turadilar. 옛날이랑 똑같아서 또 쑤셔 넣어요. 이게 뭘 어렵다고 이거를 맨날 줄줄줄줄 말아라. 시간이 아까워서. 야, 이거 몇 초가 걸린다고? Agar bir ikkita kiyimlarimni taxlamasdan solib qo'yganimni ko'rsalar, shunaqa so'kib ham turadilar. Ba'zida shunaqa so'kishni eshitib turishlar menga juda ham yoqadi. Chunki o'zim onamdan ham dasha shunaqa so'kishlar eshitmaganman, shuning uchun menga boshqacha tuyuladi. Farqi yo'q, kiyimlarim turadigan shkafmi yo ichki kiyimlarim turadigan shkafmi, har safar bittama-bitta tekshirib turadilar. Hattoki ertalab turganimda joyimga to'kilgan sochlarim bilan ko'rpamni rostlab qo'ymasam, qaynonamdan yana so'kish eshitaman. Va nimagadir menga shunaqa so'kishni eshitib turishlar juda ham yoqadi. Faqatgina pul masalasida urushmasak bo'ldi. Kadiz qaynonam bilan birga kimchi qilinadigan karamni sousga botirib yeyishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu karamdan salat tayyorlamasdan achchiq souslarga botirib guruch bilan maza qilib yeymiz. Chunki aynan xuddi shu karam o'zini yesangiz ham juda ham mazali. Kadiz qaynonam 22 oylik o'g'limni ko'chada hammani oldida rosa qattiq so'kib berdilar. 달콩이 다리 저렇게 잡으면 안 돼. 달콩이 아야야야 해. 알았지? 하면 안 돼. 달콩이 다리 아야야 해. 미안해 해. 미안해. 달콩아 미안해. 그래. 달콩이 아야야 하잖아. 미안. 미안해 했지? 미안해. 그래. Xuddi shu holat bir kunda 100 marta qaytariladi va menga bu holat umuman yoqmaydi. Katta ko'chada qaynonam o'g'limni so'kib bergani va itvachadan kechirim so'rattirganini eshitib, даже tuklarim ham tikka-tikka bo'lib ketdi. Tezroq kvartiraga pul yig'ib chiqib ketish kerak.